Assalomu alaykum, hurmatli eski o'sha 80-90-yilgi bolalar. Hammani tinchimizda mana bugungi videorolikimizda biz kartoshkalardan eski o'sha o'zimizdan yoshlikda tayyorlaydigan, cho'g'i tegida tayyorlaydigan hozirgi tilda kartofelni mangali deydi. Bu biz o'shani haqiqiy originalini qaytaramiz. Marhamat tomosha. Ana bolalar kelyapmiz. O'sha cho'g'ni ko'rsatib qo'ying, operator. Ertalab yoqilgan cho'g'. Teglari konkretni zo'r cho'g'i yerga. Mana hozir shularni qo'yamiz shularga. Bolalar hozir qo'yga qo'ygan kartoshkamizni olamiz. Mana vaqti rovna yarim soat o'tdi. Hozir olib tekshirib ko'ramiz. Ha? Ana endi idishga olib, endi qidiramiz bo'yi kartoshkani. Mana bo'yi taxminan shu bizni ko'ngandi. Mana kartoshkalarimizni tortdik. Hammasi haqqoniy bo'lishi uchun uyga olib kelmasdan o'sha eski davlatligini mana hovlida yeyapmiz. Mana kartoshkani achirishini ko'ring. Ularni kuydirib chiqamiz. Kartoshkani olib faqat chaqir. Cho'g'i ta'mi bilan navbatlar pishgan. O'sha o'zimizning eski cho'g'i tagida pishiradigan kartoshka. E'tiboringizga tegadi.